Assalomu alaykum kanallarımız hürmetli abonelari, hürmetli dostlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganchda, Rasender Parnik ko'chada. Ko'rib turganingiz shunday 3 qavatli hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Sizlar 400 kvadrat metr ekan bu. 2 dona joy ekan. Qo'shib solib qo'ydilar. Xalasangiz o'rtadan bo'lib ham beraver kelsangiz, hurmatli vatandoshlar. Endi общий 400, lekin 2 joyga mo'ljallangan. 2 joy etsangiz ham bo'ladi, xalasangiz bir joy etib yashasangizlar ham bo'ladi ekan. Garaj qismi bor. Birinchi qavati podval ham garaj qilingan. İkinci, üçüncü qavatları yaşaş üçün mo'ljallangan. Ajoyib joy, sifatli solingan. Hech narsa o'sana gap so'z bo'lishi mumkin. Qurilish ham mustahkam. Gaz, svet, suvlar gap turibdi. 21 kolonna bilan chiqqan ekan. Mustahkam etib o'zlari uchun solingan ekan. Sizlar ikki og'ayaga mo'ljallangan. Birinchi chetdan ko'rsatib qo'yaveramiz. Sizlar shu xonadonimiz uchun 5 dona kanalizatsiya qazilgan. Ellar istashga bo'lgan mashin ko'rdan mestalari bor, parkovchi mestalar ham keng. Aynalar ham yaxshi aynalardan qo'yilgan, darvozalar ham zo'rindan 13 marşrutu ötüb turibdi xonadonimizdan eldindən. Birinin katta garajı. Hurmatli vatandaşlar, biraz maşin sığadı. Birinin özünə 7-8 maşinni arkaya sığdırsanız bo'ladi. Enini 19 metr ekan joyimiz. Her bir joyni elde 9,5 metrdan tushadi. Oyoq tiklar cho'pli pol bo'lgan, podvalimiz polli. Ustida yana ko'rib turganingiz mramor qilganlar, kafellar qilingan. Shpakolkadan chiqib turibdi. Hurmatli vatandaşlar, divarlar, patologlar şofatlardan chiqqan. Svet gap turibdi. Hech nimadan muammosi yo'q. Hozir katta garaj, bu yon tarafida yana podval meda juda qo'yish uchun mesta. Katta mestasi bor. Hech nimadan muammo qilmaysiz. Biroz rajin sig'adi beram, ham oyoq tegi to'pli pol, sovuq bo'ladi deb ham yurmaysizlar. Yana sizlar svetlar polni gap turibdi. Ajoyib mustahkamat solgan ekanlar. Qurilishning umuman gap yo'q. 21 kolonna bilan tiklanman dedilar. Sizlar 21 kolonna shu eldan o'zida bu yerda 7, o'rtasida 7, orqa tarafida 7 donadan bor. Hurmatli vatandoshlar. Medening bu yerda kotolxonasi bo'ladi ekan, lesisantinda. Bu yondan shu eshiklar ham zo'rindan qo'yganlar, oq faramlardan, orqa taraf ham keng tushgan. Orqasidan ham mashina kirib qo'ysa bo'ladigan mestalari bor. Hurmatli vatandoshlar, bu yoqda pajani xoti bor, shundan kirib kelsa ham bo'ladi. O'zi podval garajini o'zini 7-8 mashina orqaga sig'dirasizlar. Bu yerda hojatxona, 2 dona hojatxonasi, hurmatli vatandoshlar. Bu ham keng xil, bu ham bir narsa qilib beraverasizlar. Xalasangiz bu o'rtadan bo'lib qo'yasizlar, xalasangiz shu durishida 2 og'aya bo'lsa, opayalar bo'lsa, izlar sotib olib, yine chiroylatib remont qilsangizlar, ajoyib xonadon. Mestasi ham zo'r ekan, mesta poложенияsi ham gapsiz bo'lishi mumkin emas. Eldilari asfalt, seshkalar bo'lgan. Bu yerda to'pli pol kollektorlari, hurmatli vatandoshlar, 13 marshrut o'tib turibdi. Yana tarafında bog'chadan muammo yo'q, magazindan, maktabga salgina arraqa chiqasizlar degansizlar. Bu yerda suv to'shilar ham kelgan. Seshka ham bo'lgan. Kanalizatsiya chiqqan. Общий, hurmatli vatandoshlar, 5 dona kanalizatsiyasi bor ekan. 2 joy qilsangizlar ham bo'ladi, xolasangiz bir joy qilsangizlar ham bo'laveradi sizlar. Og'ay opayalar uchun ajoyib joy. Bu yerda gaz cho'chki ham qo'yilgan. Mestasi zo'r, glavniy, ajoyib, chotki mestada joylashgan. Bismillah yurdik. Hurmatli vatandoshlar, hali bo'linmagan ekan, xolasangiz o'rtadan mulkiyashib bo'lib beraman dedilar. Şuradan bölünedi xalasanız. Narxı 190 ming dollar aytılıb turibdi. Üstünde gəlişadan yeri bor. Dokumenti 100% tayyor. Hurmatli vatandoshlar, halang bo'ldirib oling, xalasanız shu durishida olib turib remont qilib, chiroyli qilib zo'tsangizlar ham bo'ladi. Ko'rib turgansizlar, kolonna bor. 7 kolonna bilan chiqqan. 2 chetda bir-biridan, o'rtada 5 dona, 7, 21 kolonna, hurmatli vatandoshlar. 18 armaturlar, 18'lik armaturlar bilan sifatlatib ishlov qilganlar. Bu yashash uchun mo'ljallangan birinchi etaji. Mana teyinda podvali garaj qismi bor. Ikkinchi etajni ham ko'rsatib o'tamiz. Svetlar polni gap turibdi. Har qasi uchun отдельный elektrik avtomatlar ham o'rnatilgan. Hurmatli vatandoshlar, simlar ham zo'rindan o'tirganlar. Bu yoqda lestnitsa mestasi bu yerda ham İkinci etajdan ko'rsatib o'tamiz. Yashashga mo'ljallangan ikkinchi qavati. Lekin asli 3-qavat bino.
yengene birden bölsəngizlər, bir yandan biraz bayızı. 400 kvadrat metre, 200 kvadrat metreden oladı bölsəniz. Bir anda yine halasanız bir anda hol kılıp koyasınız, halasanız beklep durup xana kılasınız. Bir anda yine iki xana algıdın mesası bağ. Hürmetli vatandaşlar, orientini aytib o'tsak, Urganchda Rosinter Parnik ko'chada Boran zapravkaga yetming, svetofordan o'ngga kirasizlar. Shu ko'chada joylashgan 13 yo'lunda ajoyib ishning katta kvadrat metrli xonadonni sotib chiqdi. Qiziqqan bo'lsa telefon qilaverasizlar, mulkiyasini yanına olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib, kelishib olaverasizlar. Xohlasangiz nomerini beramiz, o'zlari bilan gaplashib olasizlar. Dokumentini ham ko'rib, tekshirib olaverasizlar. 190 ming dollar aytilib turibdi azizlar. Narxı bunday bahada qo'yganning sababi sifatlatib qurganlar, kolonnalar bilan chotga etib zotganlar o'zlari uchun qurgan ekanlar. Ba'zi bir sabablarga ko'ra sotuvga qo'ydilar. Kanallarımıza abone bo'lsa abone bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanızlar, sizlarga qo'ldan kelgancha arzon, ajoyib sifatli xonadonlarni taqdim qilib boraveramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi roliklarda görüşünce xayrlab qolamiz.